Nima uchun traktorlarning orqa g'ildiraklari har doim oldingi g'ildiraklardan ancha katta qilib ishlanganini bilasizmi? Bu biroz noodatiy tuyulishi mumkin, lekin bu ishning ortida sof muhandislik mantig'i bor. Traktorlarning asosiy vazifasi yuklarni, omochni, seyalkani, tirkamini, ba'zan og'ir texnikani tortishdir. Shuning uchun barcha asosiy massa, dvigatel kuchi va harakat orqa o'qda jamlangan. Orqa g'ildiraklar bir vaqtning o'zida bir nechta qulayliklarni bajaradi. Birinchidan, ulkan g'ildiraklar tuproq bilan aloqa maydonini oshiradi. Bu esa tortish kuchini anglatadi. Ikkinchidan, bu g'ildiraklar sirpanishni kamaytiradi va tortish kuchlarini yerga samaraliroq o'tkazish imkonini beradi. Uchinchidan, katta g'ildirak notekis jo'yaklar va bo'shashgan nam tuproq ustida osonroq aylanadi. Oldingi g'ildiraklar esa boshqa prinsip asosida ishlaydi. Ularning vazifasi boshqaruv va aniqlikdir. Kichikroq diametr burilish qarshiligini kamaytirish va traktorga nam va loylik tuproqlarda ham manyovr qilish qobiliyatini saqlab qolish imkonini beradi. Natijada yaxshi darajali muvozanat hosil bo'ladi. Orqada barqaror quvvat, oldinda esa aniqlik bilan boshqarish.